Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi sotuvga chiqqan ko'chmas mulkimiz Urganch tumani Oq maktab yonida. Ya'ni buni yaxshiroq tushuntirsak, telesentrdan o'tib kelishimizda bunda katta yo'l ina. Kollejning to'g'risi. Bundan o'tsak Ko'pal Turkman balxonasi. Shu yerda 300 kvadrat Euro remont ichida jihozlari bilan 300 kvadrat joyimiz 10 metr, 30 metr. Ugulovoyda tushgan joyimiz sotuvda. Hozir bir yandan ko'rsatib tanishtirib chiqaman. Yine ellerinden maşin konuda yerleri staj getirilgan joylar ajoyib etib. Zalın ikki aynası, depedeki zalın ikki aynası bir yandan pirixoşkadan giriladi. Bismillah deb xonadonimizga giramiz yine. Deb xonadonimizdan girib geldik. Giraverish pirixoşkamiz yine katta etib tamburi. Yine ellerinden maşin konuda yerleri ataplenesi yaxshisidan qilingan. Yine uyimizda qo'lyodon rakovinal joylari. Xonadonimizga girib kelamiz dalana. Yine dalanning kattaligini e'tibor etasizlar. Hurmatli obunachilar, bu yerda hamma joyi keng etib qurilgan. Shu tarafdan ham e'tibor etasizlar uyimizni. Dalanning razmeri 10 metr, 5 metrlik razmerda tushgan katta dalan edi. Yana bir zalımıza giramiz. Zalning razmeri большой razmerda yana perdalari, gilamlari, jihozlari bilan sotiladi. Lustra hamma narsalari tayyor holatda. Uy toza remont bo'lgan. Rozetka ko'chatilgancha yaxshisidan did bilan qilingan. Yana uyimizning ko'rinishi. Toza remont bo'lgan, toza mazali hissagalik turibdi. Eshiklarni yaxshisidan qo'yilgan, yana zamonaviy high-tech uslubidagi hozirgi eshiklarimizda. Bu cihazlar qoladi hammasi. Yerdan ikkinchi etajga chiqadigan zinasi hozir bir yandan ko'rsatib o'tamiz. Birinchi kuxnasini ko'rsatib beraman, oshxonasi. Xolodilnik, gaz plita, mebel, hamma narsalari bitishgalari tayyor. Bog' tarafi. Eshikdan ko'rsataman, bog' tarafidan ko'rsatib o'talik. Kesanni ochiladi bundan ekan. Yine 300 metrlik joyimiz katta bog'ina ega. Pajanlik xodi ugulovoy taraf. Uyimizning birinchi etajda bir katta zali, dalani, keyin bu yerda bir spalnisi bor. Spalnimizda zamonaviy fon berilgan ajoyib etib. Mebellari toza. Perdelerini hamma narsasi qoladi, gilamlari. Bir sep olib ketilinadi bu yerda menimcha. Bu yerda bani tualeti qilingan. Birinchi etajdagi. İkinci etajda yana bir sanuzel bor denli. İkinci etajniki. İkinci etajımıza chiqamiz. Zinalardan e'tibor etasizlar. Chiroyli etib o'tilgan, belari keng etib olingan. Zamonaviy high-tech uslubunda seri fonlar qo'yib beraver. Juda bir chiroyli fayzli qilib. Dalanning usti dalan katta. Ya sanuzeli, 2 dona spalnisi. Zalning usti katta zal. Esa bir yandan shu spalnimizdan boshlaymiz. Ya bir spalnisi. Pasta laminat. Plita bilan bosirilgan. Buni ham aytib o'tayin, bog' taraflari. İkinci etaj ağaç bilan, birinchi etaj plita bilan bosirilgan. İkinci spalni. Ajoyib milliy aynalarni yasattirgan. Chiroyli fonlar berilgan. Bu chugunni batareyalardan qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, mana e'tibor etasizlar. İşte issiqqina bo'lib turadi. Uch taraflari o'ylanib, shu chugunni qo'yilgan. O zamonaviyda yaxshina tualet vanisi. Так, потолок кафель. Ya 9 radon aristol var yine. Pestlere su gitadi yine. Becerimetilgan.
Dağlanın üstü acayip oturadığın yer. Yerden balkona çıkardı. Ben indi katta zalını görsətem ikinci etajdaki. Çıraylı zamanəvi problema qılıngan. Pərdə, giləm, həmmə cihazları ilə kondisionerləri qaladı evimizdə. Televizorları, yerləri acayip dekorativ niyyəti düzələn şimdi high-tech üslubunda. Evimizin arxı ekranda yazıb qoyaman, kimini qızıqdırsa bemalal müraciət edib gelişiniz mümkün. Dokumentler 100% tayar halatda. İtibarlarınız üçün rəhmət, sağ olun.